Ayollarga ham oson emas, ham ro'za tutib, ham ovqat qiladi. Har kuni narsa pishirasan, ro'zani birinchi kunlaridan chaqaloq bilan qiynalib qolmaganki, bugun ovqat qilma, tayyor shashlik zakaz qilamiz deb qoldilar. Biz-ku 4 kishimiz bemalol zakaz qila olamiz, lekin ko'pchilik bo'lib yashaydiganlar nima qilsin? Keling, undan ko'ra menga 1 kilo tovuq qiymasidan olib kelib bering. O'zim sizga zo'r shashlik qilib, qo'shimchasiga lavash ham qilib beraman deb aytdim. Hech qancha mahsulot ketmaydi, barchasini aralashtirib listga terib, xuddi shu ko'rinishda shakl beramiz. Ustiga yog' surib yoki sepib, oldindan qizdirilgan duxovkaga pishirgani yuboramiz. Pomidor, bodring, piyoz, kashnish, tuzni solib aralashtirib chekiga olib qo'yamiz. Lavash xamirini teng 2 ga bo'lib, masilkadan fast foodlar uchun maxsus mazali chesnochli sousni surib, oson va tez tayyor bo'lishiga qaramasdan juda ham mazali chiqadigan kaboblarni solib, ustidan tayyorlab olgan salatimiz va yana sousni surib o'rab olamiz. Kattaligi va ko'rinishini o'zingizga yoqqan usulda tayyorlasangiz bo'ladi. Tovani yog'lab, biroz qizdirib, orqa oldi va chetlarini qizartirib olamiz. Iftorga uydagilaringizga tayyorlab bersangiz, sizga qo'shib mani ham duo qilishadi. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga mani qidirmaslik uchun albatta podpiska tashlab qo'ying.